Farzandingiz ranglarda ajrashga qiynalanyapti. Hali bog'cha yoshida. Qanaqangi yechim bor? Bizda zo'r yechim bor keyinda. Xo'sh, bu biz yaratayotgan, biz tomonimizdan chiqarilayotgan yangi material ingliz tilida bo'ladi, ranglarda ajratish bo'yicha. Har bitta betda o'zi bo'yash kerak bo'lgan ranglar bilan chegaralangan, bo'yasa bo'ladi. Bunaqangi mashqlar har bitta betda bor. Ikkinchi mashg'ulot qanaqa? Ikkinchi mashg'ulotni mana shu chekadagi, hoshiyadagi ranglarga mo'ljallab bolalar o'sha ranglarni belgilab chiqish kerak. Ya'ni shu rang bilan ketadigan hayvonlar yoki berilgan narsalarni ko'rib chiqishi mumkin. Bu ham ularda rang ajratish qobiliyatini yaxshilaydi. Keyingi mashg'ulotimiz ushbu kabi ranglarni bir-biriga moslash kerak bo'ladi. Har bittasini chizib, bemalol bezab chiqishi mumkin. Va oxirgi mashqida menga eng yoqadigan joyi har bitta bo'yaladigan rangdagi predmetlarni bo'yash ranglari raqamlar bilan berilgan. Bu bolani to'liq ranglarni to'liq o'rganishga yordam beradi. Bu kitobni to'liq tugatganda bola ranglarda hech qanday muammo qolmaydi. Kitobda hajmi 40 betga yaqin, ustlari to'liq laminatsiyali va orqasida qattiq muqovaga ega. Bu kitob juda ham mustahkam hisoblanadi. Ichlari bo'yalish uchun laminatsiya qilinmagan, lekin muhim joylarini xohishga qarab laminatsiya qilib berishimiz mumkin. Ushbu kitob narxi 30 ming so'm. Shunday ekan, farzandingizni yaxshi ta'lim olish uchun hoziroq buyurtma bering. Aysarga murojaat qiling. Bugun ish joyimga kelsam, yigitlar yangi material tayyorlashibdi, bolalaringizni sanashga o'rgatadigan. Mana bu materialimiz. Xo'sh, iStart usti laminatsiyali, laminatsiyasi alohida ajraydi. Bu yerga ham o'zingizni farzandingiz ismini yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va har bitta mashg'ulotlari alohida o'zgacha did bilan tayyorlangan. Bu materiallarni katta tajribaga ega bo'lgan ustozlar, internet sahifalaridan olyapmiz. Shuning uchun juda ham katta foydali bo'ladi. Mana misol uchun 7 bo'lsa, o'sha 7 tani belgilab yozishimiz kerak. Xohlasalar har bitta betini buni laminatsiya qilib ko'p martalik qilib berishimiz ham mumkin. Kimga agar farzandiga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta qayerga murojaat qilishni bilasiz. iStart Printing sizlarga doim yordam berishga tayyor.